Bolgariyaga bir qadam qo'yganda kira olmadim aka. Bilarding-ku viza yo'q kirishni, bilardim. Viza o'tkazmasligini ham bilardim, lekin harakat qilib ko'rdim. Hech narsa yutkazganim yo'q. Mahincha obunachi yo'qdim. Juda ham ko'p do'stlar orttirdim. Hayotda ko'rmagan joylarimni ko'rdim. Endi bitta narsaga ishonch hosil qildim. Dokumentlarimni qilsam, bemalol kiroli ekanman. Xudo xolasa Abdurahmon Fozilov Amerikaga birinchi bo'lib mashina olib borgan o'zbek bo'lgan bo'lsa, ikkinchi bo'lib mashina xudo xolasa Amerikaga boradi. Alloh nasib bizdan oldin bittasi harakat qilib bermasa, lekin shu mashinani ham Amerikaga xudo xolasa olib kiraman. Sayohat tugadi. Amerikaga ketadigan sayohatimiz tugadi. Moskvaga boshlandi aka, Moskvaga yuramiz. Moskvaga, Tojikiston, Qirg'iziston o'zimizni ochiq, yo'li ochiq davlatlarga kiramiz. Lekin borib birinchi o'rinda vizani hal qilamiz. Shunaqa gap aka. Mashinaga o'zi kecha yopishtiruvdik reklamalarni. Everest qurilish materiallari agar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Homidadan, Gilyard, Eron rushlari, o'zimiz yaqinlar. Bular ham o'zimiz agar prava yo'q, borib prava ham olaman. Agar pravangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa 10-0 ga qilasiz. Moskvada nima qilasan o'zi? O'zi asosiy maqsad Litvin bilan uchrashamiz aka. Litvin bilan Moskvada ko'rishamiz. Yangi proyekt boshladi. Xudo xolasa Titan. Bu oyda Titan. Shunaqa pechlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pech keladi. Bemalol olib pechlar bo'ladi. Mana shu o'zimiz mashina. Sayohat tugadi. Bu sayohatimiz tugadi. Yangi sayohat boshlandi. Xudo xolasa bu yoqqa ham qiziq bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, qo'llab-quvvatladinglar. Men juda ham xursandman. Juda ham ko'p aka-uka orttirdim. Tajriba orttirdim sayohatdagi. Lekin aka bu joygacha kelish osonlikcha kelib bermadik. Zaporoj parod qilmadi, biz parod qilib berdik. Shunaqa gap. Yo'q, yurgin kelmay mashi atay mahagachamdi. Yo'q, yurgim kelib xohladim, yo'l-yo'lakay qilib ko'raman deb bitta chiquvdim. Men chiqmaganman. Yo'l-yo'lakay qilsa bo'ladi degan hayolimda chiquvdim. Yo'l-yo'lakay qila olmadim. Boshda aytganman, viza yo'q, pul yo'q deb. Puldagi muammolarni hal qildim. Chiroyli hal qildim. Karta raqam bunaqa narsa qo'ymasdan chiroyli hal qildim. Vizani hal qila olmadim. Vizaga ko'proq vaqt ketar ekan. Bu yerda ko'p qolmoqchi emasman. Shunaqa gap. Hammanglarga rahmat. Duo qildinglar. Shu biz Moskvaga qarab Bolgariyaning chegarasidan yurdik. Joninglar sog' bo'lsin.